Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 11 darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darslarimizda marfuat babida ketayotgan, ya'ni marfuat peshlik ismlardan biz mubtada, xabar, fa'il, naib fa'il, inninki xabari va uning turdoshlarininki xabari, kanining ismisi va uningki turdoshlari, ya'ni qarindoshlarininki ismisininki pesh qildigan, ya'ni marfuat ismlar ekanligi haqida so'zladik. Endi biz bugun la'in nafiya lil jinsininki xabarini ana shu marfuat ismlarning qatoridan so'zlaymiz. Ya'ni jinsni yo'qqa chiqaruvchi la'ning xabari marfuat pesh qildigan ismlarning qatoridan. Unda bo'lsa bu jinsni yo'qqa chiqaruvchilar degan qandalar deganda bu tubdan yo'qqa chiqaruvchilar. Masalan, la rajula fid dar deb nafiya lil jinsining lasini keldi-mi? La rajula fid dar deb. O'ylida hech qanday odam yo'q deganni bildirdi. Mayli ikki odam, mayli kichik bola, mayli ayol kishi bo'lsin, tubdan shu odam degan maxluqni bo'ynining ichidan qanday qildi chiqaradi. Ya'ni bu bulusliq, nafilikda jumlaning ma'nosini qanday qildi kuchaytirdi. Xuddi inna annala jumlaning mazmunini bulishliqni kuchaytgandek, bu la jumlaning mazmunini bulusliqni qanday qildi kuchaytirdi. Ya'ni buning o'lchamlik tunishtirilishi la nafiya lil jinsi nafininki, ya'ni jinsni yo'qqa chiqaruvchi la adatun tusta'malu li nafyil hukmi nafyan 'amman an jami'i afrod jinsil ismi al-waqi'i ba'daha. La nafiya lil jinsi deganimiz al-waqi' ba'daha qaranglar. O ladan keyin tushgan ismning jinsining turlaridan hammasidan hükümni umumiy jihatdan yo'qqa chiqarish, nafi qilish uchun ishlatiladigan vosita. Demak, bu ladan keyin kelgan ismninki turlarining jinsining hammasini hükümni umumiy jihatdan qanday qildi yo'qqa chiqaradi. Masalan, la rajula qa'imun. Urib turgan odam yo'q. Urib turgan odamchi yo'q. Faqatlam yo'q. Hatto kichik bolam urib turmoqlar. Ayol kishimi? Demak, odam turib ko'radigan bir maxluqotlar qanday qilmoqlik, urib turmoqlik deganni bildiradi. Biz ilgirki soatlik darsimizda laysiga o'xshab ketadigan ma va lani o'qidik. Endi u la bilan bu laning qanday farqi bor deganda, birinchidan u laninki ismisi nima qiladi? Pesh qiladi. Bu laning xabari pesh qiladi. Bu harakat jihatiga o'xshamasligi. Endi ma'no jihatda, xususiyat jihatiga qanday o'xshamasligi bor deganda, u laysiga o'xshab ketadigan la bulusiz qilishda ehtimollikqa yo'l qo'yadi. Yoki bu tubdan yo'qqa chiqolmaydi. Masalan, la rajula qa'imun deb nafilani emas, laysiga o'xshab ketadiganlarni akasam, la rajulun qa'iman bo'ladi. Bu vaqtda bir odam urib turgan emas degan bo'ladi, ammo balki ikki odam urib turgan bo'lishi mumkin, bir odam emas. Ko'p odam urib turgan bo'lishi mumkin, yoki kichik bola urib turgan bo'lishi mumkin, yoki ayol kishi urib turgan bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda bir qancha xil ehtimollarga yo'l qo'yadi. Ammo lan nafiya lil jinsi tubdan yo'qqa chiqaradi. Shuning uchun la ilaha illalloh degan bu jumladami iloh yo'q, mutlaq yo'q, tubdan yo'q degan bu nafiya lil jinsininki lasi. Demak, bu la tubdan yo'qqa chiqaradigan la. Endi bu lami ismisini qanday qiladi? Zavar qiladi, xabarini cho pesh qiladi. Bu xuddi nimga o'xshash ekan, inniga o'xshash ekan. Ya'ni innimi ismisini zavar, xabarini cho pesh qiladi. Unda bo'lsa bu innining amalini qilamdi deganda ta'malu amali inna bi shurut. Bu bir qancha shartlar bilan inning amalini qiladi. Ya'ni inniga o'xshash buni kuchaytirdi. Ya'ni bu bulusizlik tarafini kuchaysa, nafi qilish tarafini kuchaysa, innicho bo'lishliq tarafini kuchaytirdi. Endi bu inniningki amalni qiladi bir qancha shartlar bilan. Qaysi shartlar bilan deganda, ya'ni bu nafiya lil jinsi bo'lish uchun tuvandagilar shartlar kerak. Birinchidan an takuna nassan ala nafyil jinsi. Cho'qim. Bu jinsini tubdan yo'qqa chiqarishda uchuq bo'lishi kerak, keskin bo'lishi kerak. Nassan degan gap keskin nas bo'lishi kerak degan gap. Biz bu lani inning amalini, ya'ni xabarini nazar xabarini pesh ismisini zavar qilish uchun cho'qim biz buni akamakchi bo'lgan jumlada cho'qim nafilik, bulusizlik keskin bo'lish kerak. Masalan, la rajulun
qoim la rajula qaimun desak masalan butun odam o'tirmagan bo'lsa uningdan keyin bu la ismisini qanday qiladi zabar qiladi demak bu laninki inining amalini qilishning birinchi sharti cho'qimdan bo'lishi kerak bu butun yo'qqa chiqarishda keskin bo'lishi kerak agarda bu bir odam o'tirgan emas ikki odam o'tirgan yoki ayol kishi o'tirgan yoki kichik bola o'tirgan deganda ehtimollar bo'lib qolsa bu vaqtda bu la rajula bo'lmay la rajulun qaiman bo'ladi bu vaqtda laysa o'xshab ketadigan la bo'ladi nafiya lil jinsining lasi bo'lmaydi nafiya lil jinsining lasi bo'lmaydi degan gap inining amalini qilinmaydi xuddi iniga o'xshash ismisini zavar xabarni pesh qilinmaydi degan gap demak bu la nafiya lil jinsining sharti la nafiya lil jinsining sharti chuqum jinsni tubdan yo'qqa chiqarishda keskin bo'lishi kerak ikkinchisi idza kana ismuha va xabaruha nakiratayn chuqum buning ismisi ham xabari ikkilisini bo'lishi kerak nakira bo'lishi kerak qachoniki buning ismisi ma'rifa bo'lib qolgan vaqtda bu la nafiya lil jinsi emas nima bo'ladi bu laysiga o'xshab ketadigan la bo'ladi yoki amaldan qolgan la bo'ladi masalan la zaydun fid dari va khalilun yoki vala khalilun dedim bu yilda zaydmi yo'q khalilmi yo'q desam masalan la zaydun fid dari degan bu jumlada zayd qanday bo'ldi bularning ismi nima bo'ldi ma'rifa bo'ldi nakira bo'lmadi demak bu yerga bir dona shartga usti bu shartga qarshi keldi bunda vaqtda bu la nafiya lil jinsi bo'lmay laysiga o'xshab ketadigan la bo'ldi yoki bu lani muhmala deb amaldan qoldirib o'tib hech qanday hukm bermasak bo'ldi bu vaqtda la zaydun fiddar degan bu jumlada zaydun mubtada bo'ladi fiddar uchun xabar bo'ladi lani muhmala amaldan qoldirib olsak buni amaldan qoldirib o'tmay laysiga o'xshab ketadigan la degan vaqtimizda bu la laysiga o'xshab ketadigan la bo'ladi zaydun laning nimasi bo'ldi ismi bo'ldi shuning uchun pesh qildi fiddar xabar bo'ldi bu taqdir jihatda buningda nimalik o'rinda zibarlik o'rinda deymiz demak la nafiya lil jinsininki inining amalini qilish uchun ya'ni ismisini zibar xabarini pesh qilish uchun ikkinchi sharti ismisi va xabarini bo'lishi kerak nakira bo'lishi kerak nakira bo'lishi kerak üçüncü şartı İza lam yufsal beynaha ve beyn ismiha fasıl. İza lam yafsal beynaha ve beyn ismiha fasıl. Bu lan nafiya lil jinsi bilan uning ismisining o'rtasida bir fasıl chiqib qolmagan bo'lsa, ya'ni fasıl u lan nafiya lil jinsi bilan uning ismisining o'rtasini ayirib o'tmagan bo'lsa. Masalan, la rajula qaimun degan bu jumlada la nafiya bo'ldi, rajula chu ismi bo'ldi. Mush ikkisining o'rtasiga bir fasıl chiqib qolmagan bo'lishi kerak. Shunda ham buni o'rtasiga fasıl chiqib qolsa, buni bulanmaydi, nafiya lil jinsi bulanmaydi, inining amalini qilinmaydi. Ya'ni ismisini zavar qildigan xususiyatdan xabarni pesh qildigan xususiyatdan qolib qoladi. Masalan, hattoki bu fasıl xabar olsun bo'lmaydi, o'zining xabar olsun bo'lmaydi. Masalan, la rajula qaimun degan bu jumladagi qaimun degan bu xabarni biz oldiga chiqib, la va rajul degan ismisining o'rtasini qaimun o'zining xabar orqali ayirib o'tgan taqdirimizda yana bu la nimadan qoldi? Amaldan qolib qoldi. Nima bo'ladi? La qaimun rajulan bo'ladi. Bu vaqtda bu laysiga o'xshab ketadigan la bo'ldi. La nafiya lil jins bo'lmaydi. Demak, la nafiya lil jinsninki inining amalini qilish sharti, ya'ni ismisini zabar xabarni farq qilishning uchinchi sharti la nafiya bilan uning ismisining o'rtasiga hech qanday fasıl tushmasligi kerak. Garchi bu fasıl o'zining xabari bo'lgan taqdirda yana bo'lmaydi. O'zining xabari bilan bo'lgan taqdirda hech qanday fasıl tushmasligi kerak. Mana bu uchinchi sharti. To'rtinchi sharti İza lam yasbiqa harf jar. Bu la nafiya lil jinsning oldiga harf jar ilgir olmasligi kerak. Harf jar kirib qolmasligi kerak. Masalan, la rajula qaimun deb mushfet kelish kerak. Bu laning oldiga harf jar kirib qolmasligi kerak. Agarda bu shartga qarshi holda la nafiya lil jinsning oldiga harf jar kirib qolgan amallar bu muhmala bo'lib ketadi. Undan keyin bu amaldan qolib qoldi, ya'ni ismisini zavar xarfi pesh qilinmaydi. Masalan, safartu bila zadin. Safartu bila zadin. Uzuq tuluksiz safar qildim. Bu yerdagi la asli nafiya lil jinsning lasi, ammo harf jarning bila deb ba'ning kirishi bilan bu la amaldan qoldi. Muhmala bo'lib ketdi bu. La amaldan qolib qoldi. Xuddi muhmala deganga nima gap desangmi? Muhmala deganimiz xuddi u lani yo'qdek muomala qilamiz. Harf jar keldi, zadin degan bu ismni
zir o'qildik harf jarning sababi bilan. Demak, xuddi la yo'qdek bizodin deganga o'xshash la yo'qdek muomala qilamiz. Bu amaldan qolib qoladi. 4-sharti qaysi ekan? Bu laning oldiga harf jar ilgari olmaslik kerak. Agar harf jar ilgari olsa amaldan qoladi. Xuddi safartu bilazadin deganga o'xshash. Mana la nafiya lil jinsi inining amalini qiladi degan gap ismisini zavar xabarini pesh qiladi yuqoridagi 4 shartlar bilan. Hamda biz la nafiyaninki ismisini biz mansubat, ya'ni zavarlik ismlarning babida so'zlaymiz. Bizning bugungi darsimizga munosabat bo'lgan tarafi la nafiyaning xabari. La nafiyaning nimasi? Xabari. La nafiyaning xabari nima qiladi? Pesh qiladi. Hamda bu xabar qanday bo'ladi? Davomliq mufrad, yolg'izim bo'lib kelamdi yoki jumla bo'lamdi deganda, la nafiya lil jinsining xabari yakunu bo'ladi mufrad. Ya'ni mufrad bo'ladi birinchidan. Masalan, la faqra ashaddu min al-jahl. Faqirchilik bilimsizlikning qattiq ishi emas. Navbatdagi la yo'qqa chiqaradi. Qat'iy unda emas. O faqirchilik degan bilimsizlikning qattiq ishi emas u. Dediki la nafil jinsining nimasi? La bo'ldi. Faqirchi ismi bo'ldi. Ashaddu nimasi bo'ldi? Xabar oldu. Demak, bu yerdagi la'ning xabari bo'ldi, mufrad bo'ldi. Jumla fi'liya va jumla fi'liya bo'ladi. La'ning nimasi? Xabari jumla fi'liya bo'ladi. La karima aslin yuzammu deydi. Asli isladam asli tik isladam sökelmeydi. Demek ki la kerimadaki kerime nim bo'ldi bu yerda? İsmisi oldu. Endi bunun xabarchi bo'lsa yuzammu degan fiil bo'ldi. Fiil deganning tigidini mubatdi damir mustatir. Yushrum damir batdi. Yushrum damir bilan qo'shilib bo'sh qismi bo'lgan jumla fi'liya bo'lgan. Demak, fiil degan jumla fi'liya. Demak, bu yerdagi yuzammu asli isladam degan sökelmeydi. Endi yuzammu nim bo'ldi la'ninki xabar oldu. Demek bu yerda xabar jumla fi'liya oldu. Cümle ismiye bo'ladi. Masalan, la laima tab'in asluhu karim deydi. La laima tab'in asluhu karim. Asli isladamning tabiati nachar emas. La laima tab'in asluhu karim deydi. Yani yoki tabiati nachar uning asli islamaz. Tabiati nachar odamning uning asli emas, islamaz. Bu yerdagi la laima emas, isl tabiati nachar emas, uning asli karim degan gap. Bu yerdagi laima laning ismi bo'ldi. Xabarchi asluhu karim degan bir jumla ismiya laning ismi bo'ldi. Xabar oldu. Tabiati nachar odamning aslisi isl emas. Demek bu yerdagi asluhu karim xabar. Demek bu xabarni bo'ldi yerda jumla ismiya bo'ldi. Shibi jumla bo'ladi. Masalan, la amana indah. La amana indah. Uning qo'shida omonat yo'q degan bu jumla la amanadagi amanalarning ismisi, indahu degan bu zarf nimasi bo'ldi? Shibi jumla bo'ladi. Ya'ni la'ninki xabar bo'ldi. Demek bu yerdagi la'ning xabari bo'ldi shibi jumla. La aqla tadbir. Tadbirga o'xshash aql yo'q. Tadbir eng yaxshi aql. Shunda o tadbirga o'xshash aql yo'q degan bu jumlada la aqla, la nafiya lil jins bo'ldi, aqla ismi bo'ldi. Tadbirchi kat tadbir bu jar majrurni bo'ladi, shibi jumla bo'ldi. Jar majrur va zarfni bo'ladi, shibi jumla bo'ldi. Ya'ni kat tadbir degan jar majrur xabar bo'ldi. La'ning xabari bo'ldi deymiz. Demak, la nafiya lil jinsning xabari mufrad bo'ldi, jumla fi'liya bo'ldi, jumla ismiya bo'ldi, shibi jumla bo'ldi. Endi la nafiya lil jinsining xabarini muqlatdi, pesh qilatdi. Bayatı men degandek i'robning harakati alomati mufrad. Yolg'iz ismlarda oshkor ko'rinadi. Masalan, la faqra ashaddu deganda bu pesh qildi. Demak, bu yerdagi la'ning xabari pesh qildi, oshkor bilindi. Ammo jumla bo'lgan vaqtda, mel jumla ismiya bo'lsin, jumla fi'liya bo'lsin, mel shibi jumla bo'lsin, buning i'robning harakati taqdiran bo'ldi. Cümlede i'robning hareketi taqdiran bo'ladi. Biz buni shu o'rinda deb qaraymiz. Masalan, la'ning xabaridan la karima aslun yuzammu degan bu jumlada yuzammu la'ning xabari dedik. La'ning xabari pesh qilish kerak. Qani bu yerda pesh qilingan desa, u yuzammuningki fe'l mudorining oxirisi aslida pesh qildi. Bu pesh o'rinda, bu jumla bo'lg'achqa pesh o'rinda deymiz. Asluhu karim deganda buni
Cümle ismi yani la'nın xabari dedik. Bunun da mı peşkin alametinin buludu. Bir bütün cümlege beriladi. Taqdiran bo'ladi. La aqla kat tadbir. Tadbirga o'xshash aql yo'q. Degan buningdimi kat tadbir kapning sababi bilan zina qildi, ammo bu yerdagi pashlik i'robni biz jumlaga beramiz. Shu jumlaning bir butun jumlaga beramiz. Bu vaqtda yana taqdiran bo'ladi. Endi la nafiyaninki xabarini biz pash o'qiladi dedik. Ba'zi o'rinlarda, balki ko'pincha ishlanishlarda la nafiyaning xabari tashlanib ketdi. Tashlangan holatga keladi. Chunki bu bilingan, demisimi bilinadigan bo'lg'achqa tashlangan holatga keladi. Wa qad yuhzafu khabaruha in kana ma'rufan. Ba'zida la nafiyaning xabari tashlandi agar ma'ruf bo'lsa, bilinsa. Masalan, la ba's deb qo'ydi. Arablar la ba'sa. Chatoq yo'q degan gap. Qani, chatoq yo'q. Qani buning oxirisi esa la ba'sa alayk. Sana chatoq yo'q. Alayk degan xabar qana qilib ketgan, tashlanib ketgan. Masalan, Alloh taolaning so'zidagi qalu la dayra inna ila robbina degan oyatdagi qalu la dayra alayna degan bo'ladi. Demak, alayna degan xabar qana qilib ketgan, tashlanib ketgan. Demak, la nafiyalar jinsiniki bilinsa, xabar tashlanib ketsa bo'ladi. Endi bu yerda mundaq bir masala bor. Biz la nafiyaninki ismisininki zavar o'qildiganligi, xabarning pash o'qildiganligini o'rgandik. Endi la nafiya bir jumlada takrorlanib qolsa, qayta kelib qolsa, buning qanday hukm beramiz deganda, idza takarrara la nafiya lil jinsi yajuzu fihi khamsatu awjuh. Agar la nafiya lil jinsi takrorlanib kelib qolsa, bunda 5 xil yo'l to'g'ri. Endi bu 5 xil yo'lning ichida bugungi darsimizga, ya'ni marfuat ismlarga munosabatli tarafi bo'lg'achqa, biz buni bugungi darsimizda so'zlab o'tdik. Demak, la nafiya jumla takrorlanib kelib qolsa, buni 5 xil yo'l to'g'ri ekan. 5 xil yo'l bo'yicha o'qisak bo'ladi ekan. Bu 5 xil yo'l qaysi deganda, buning birinchisi bugun o'qigan yo'limiz. Ya'ni inining amalini qildigan yo'l. Ismisini zavarga mabni xabaricho pash o'qildi. Inniga o'xshash. Ya'ni birinchisi ta'malu fihima amalu inna deydi. Ikkilisida takrorlanib qolgan ikkilisida inna amalni qiladi. Nima qiladi? Ikkililarning ismisi zavar o'qiladi. Zavarga mabni bo'ladi. Masalan, la havla va la quvvata illa billah. Bu zikrga qarasak, la havla va la quvvata deb la nafi ikkida qanday qilibdi? Takrorlanib ketdi. Bu shunday bo'lgan vaqtda buning birinchi xil yo'li ikkilisini la'ning ismisi deb tarkib beramiz. I'rob beramiz. La nafiya lil jinsi, havla ismisi. La nafiya lil jinsi, quvvata ismisi. Unda bo'lsa buning xabari cho desa, bu tashlangan. Taqdiran la havla mavjudun va la quvvata mavjudun degan. Mana bu birinchi xil yo'li. Endi yana bir askar qo'shiq tegishlik bir gap, la nafiya lil jinsining ismisi. Biz buni zavarlik babı so'zlaymiz. Zavar o'qiladi emas, zavarga mabni bo'ladi deymiz, ha? Zavarga mabni bo'ladi. Bu zavar o'qildi bilan zavarga mabni bo'ldi deganning qanday farqi bor deganda, zavarga mabni bo'lsa taqni ko'rsatadi. Zavar o'qilgan vaqtda la havlan va la quvvatan deb qanday qiladi qo'shib o'qiladi. Shunga zavarga mabni deymiz. Demak, birinchi xil yo'l inning amalni qildigan yo'l. Ikkilisida. Demak, havlamu ismisi, quvvatamu ismisi. Xabari tashlangan taqdiran mavjud. Ham ikkinchi xil yo'lchi desa, ta'malu fihima bi amali laysa. Laysning amalini bilish. Laysning amalini bilsak, uning ismini nima qiladi? Pash o'qiladi. Masalan, la havlun va la quvvatun illa billah. Yoki tuhmal deydi. Av tuhmal degan gap yoki amaldan qoldirib o'tish. Uni amaldan qoldirib o'tish degan gap u lani yo'q deb qarash. Masalan, la havlun va la quvvatun illa billah. Bu jumlada biz laga laysning amalini ba'da o'qitsak bo'ladi. Chunki laninki havlun ismi sulaf nima qildi? Pash o'qildi. Mavjudan degan tashlangan xabari zibarlik o'rinda va la quvvatning ikkilisida la laysiga o'xshab keladigan la ikkilisi ismi bo'lib pash o'qildi. Xabar tashlangan taqdiran mavjudan deymiz.
Av tuhmal agar amaldan qoldirsak xuddi lani yo'q vaqtidek yana la havlun va la quvvatun deb o'qiymiz. Bu vaqtda havlunni laning ismisi demaymiz. Havlun mubtada mavjudun degan bu yerga tashlangan xabar va quvvatun mubtada bu yerda tashlangan xabar va deb qo'yamiz. Mana bu tuhmal bilan laysa amali deganning farqi. O'qilish jihatda o'xshashlik qilsa-mu xabar deb taqitidir. Va hukm bergan vaqtimizda, uningga tarkib qo'ygan vaqtimizda ism jihati taqitidir. Agar buni laysni amal qildi desak, laning ismi bo'ldi, tuhmal amaldan qolsa bu mubtada bo'ladi. Uchinchi xil yo'l binaul avval ala al-fath. Birinchisini zavarga mabni qilamiz. Ikkinchisini fash qilamiz degan gap. Ya'ni birinchi la nafiya lil jinsning lasi bo'ladi, ikkinchi la laysning amalini qilgan la bo'ladi. Yoki muhmal la bo'ladi. Ikkilisining to'g'ri. Masalan la havla va la quvvatun illa billah. Birinchi la nafi lil jinsning lasi. Shuning uchun uning ismisi zavarga mabni bo'ldi. Ikkinchi la laysiga o'xshab ketadigan la, shuning uchun uning ismini nima qildi? Fash qildi deymiz. Yoki laysiga o'xshab ketadigan la demay, bu lani muhmala amaldan qolgan la deb quvvatni yana mubtada desak bo'ladi. To'rtinchi xil yo'l birinchisini fash qilish, ikkinchisini zavarga mabni qilish. Masalan, la havlun va la quvvata illa billah. Bunda desakmi bo'ladi? Ya'ni la laysiga o'xshab ketadigan la yoki muhmala desakmi bo'ladi? Laysiga o'xshab ketadigan la degan vaqtimizda havlun ismi so'lab tashildi deymiz. Muhmala bo'lgan vaqtda havlun mubtada bo'ldi deymiz. Va la quvvatada la nafiya lil jinsi bo'ladi. Quvvatacho ismi so'lab zavar qildi deymiz. Uning xabari tashlangan mavjudun bo'ladi. Beshinchi xil yo'l birinchisini zavarga mabni qilish, ikkinchisini zavar qo'sh. Qaranglar, mana bu yerda farqdir. Birinchisini zavarga mabni qilamiz, nafi lil-jinsining ismisi deb. Ikkinchisini zavar qo'yamiz, nimishqa ala annahu ma'tufun ala mahalli ismillah. Laning ismining o'rniga ma'tuf deb. Ya'ni bu yerdagi la havla va la quvvatan illa billah bo'ladi. La havla deb buni taqzir qo'shimizning sababi bu mabni, zavarga mabni deymiz. Va la quvvatan deb buni qo'sh zavar qo'shimizning sababi, buni mabni qilmasligimizning sababi bu havla deganning o'ziga ma'tuf emas, havlaning o'rniga ma'tuf. O'rniga ma'tuf bo'lganligi uchun bu mabni bo'lmaydi. O'rniga ma'tuf bo'lgan vaqtda. Shunga bu yerda ma'rab bo'ldi, qo'sh zavar qo'lda deymiz. Mana bu 5-chi xil yo'l eng ojiz yo'l. Eng kuchli yo'l birinchi va ikkinchi kuchli yo'l. Eng oxirgisi ojiz yo'l. Bunda bo'lsa vaqtashlar, bugungi darsimiz mushahada oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Oxirda buningga ko'nikmalar berilgan, bu ko'nikmani o'zingizlar tafsil ishlaysizlar. Ya'ni birinchisi ixtaril ijabat sahiha fi mayali. Tundiki to'g'ri javobni tanlang. Birinchisi fa'il ism zohir bo'ladi, oshkora damir bo'ladi, yushurun damir bo'ladi. Dal hammasi deydi. Hammasi to'g'rimi yoki shuningdek ma'lum bir qismi to'g'rimi? To'g'rini bo'lganini tanlaysizlar. Ikkinchisi yajibu taqdimul mubtada ala al-khabar. Mubtadani xabardan ilgari keltirish vojib bo'ladi. Alif agar xabar mubtadadan mahsur cheklangan bo'lsa, ba agar xabar shibiy jumla bo'lsa, jim agar mubtada xabarning ustida cheklangan bo'lsa. To'g'rimi xato? Buni sizlar darsni yaxshi o'rgangan bo'lsangiz ishlaysiz. Qolgan sizlar mushu buncha ishlasanglar bo'ladi, ha? Ikkinchi ko'nikma to'g'ri xatoni aytishlar, bu oson. Masalan, birinchisi idza kana al-fa'il isman zohiran wahida al-fi'l abadan. Agar fa'il oshkora ism bo'lsa, fe'l mangu birlik keltiriladi. To'g'rimi xato? Biz buni o'rgangan. Qolgani mushu bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.